Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining hadislarida aytadilar, ba'zi bir farishtalar bor dedi. Yaralgan kunidan qiyomat qoyim bo'lguncha Alloh taologa ruku qiladi dedi. Va qiyomat qoyim bo'lishidan oldin hammani joni olinadi. Shunda boshinglarni ko'taringlar deganda boyagi farishtalar aytar ekan, ma abadnaka haqqa ibadatik. Ey Robbimiz, biz senga bir haqiqiy ibodat qila olmadik deb aytar ekan. Tug'ilgandan, yaralgandan o'lguncha rukuda o'tdi. Va yana Alloh subhanahu va taoloning ba'zi bir farishtalari bor, yaralgan kunidan sajdaga turadi deyapti. Qiyomatdan oldinroq boshinglarni ko'taringlar deb boshi ko'tarilib ular aytar ekan, ey Robbimiz, biz haqiqiy ibodat qilishda ibodat qila olmadik deb. Mana biz endi o'zimizga savol beraylik, biz haqiqiy ibodat qila olyapmizmi yo'qmi?